aytdik, o'sha 64 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tmoqda ushbu qarama-qarshilik. Albatta qiziqarli jang bo'ladi. Bir tomonda Conor McGregorning do'sti, ikkinchi tomonda esa bizga begona bo'lmagan Farid Alibabazade. Farid Alibabazade Anvar Abdullayev bilan jang qilganda, aynan uning do'sti oktagon o'rtasida to'qnash kelishyapti. Hozircha o'sha tekshiruv ishlari amalga oshyapti. Zaif jihatlar o'rganilmoqda, tavakkal qilmoqchi emas har ikkisi. Low kick bilan boshladi Roziyev. Takedownga darhol harakat qilyapti. Bo'y borasida anchagina ustunlik bor Abdul Fahadda. Aynan Bahrom Roziyevning yagona mag'lubiyati ham o'sha submission orqali bo'lgan, ya'ni takedownda. Shu sababdan hamyurtimiz o'zi stoykadagi janglarni afzal ko'radi. Nayza ligasida o'tkazgan edi ushbu jangni. Juda yaxshi harakat qilayotgan Bahromjon Roziyev aynan o'sha uslubga tushib qolgan. Albatta bugun o'sha mag'lubiyatdan kerakli xulosa chiqarib olgan hamyurtimiz va umid qilamiz chiroyli g'alabasi bilan barchamizni xursand qiladi. Jigar qismiga yaxshi zarbalar yo'llayapti birinchi holatdan turib Bahromjon. O'sha klinch holati davom etyapti. Hali ham aylanib chiqib ketsa bo'ladigan vaziyat. Mana imkoniyat bo'ldi endi Bahromjon. Mana shunday tarzda. Menimcha aylanib chiqmasa ham yetarlicha talofat yetkazyapti raqibga. Mana shu holatda turgan bo'lsa. Mana bunday, mana shunday tarzda aylanib o'tish kerak. Baribir vaziyatni o'z tomoniga og'dirish kerak Shohrux. Unday talofat baribir faollik Abdul Fahadga yozilaveradi. Chunki pozitsiya nuqtai nazardan u qulayroq. Endi esa Roziyev, yanglishmasam, mana bunday nazorat uchun anchadan buyon ballar berilmay qo'ygan. Jang parterga ko'chadimi? Yo'q. Hozircha bermayapti Abdul Fahad. Albatta bo'sh uslublardan ehtiyot bo'lish kerak, gilotinalardan. Hozir takedownga Bahromjon harakat qilyapti va bir oyoq deyarli yerda. Bu holatda zarbadan ehtiyot bo'lish kerak albatta. Oyoqlarni ushlaganda yuz ochiq bo'ladi. Mana takedown amalga oshadimi? Oshdi. Oxiriga yetkaza oldi. Gard holati. Mana endi asta-sekin zarbalarni yo'llayversa bo'ladi. Nazoratni yaxshi amalga oshirgan holda, tanaga, boshga hozircha yaxshi himoyalanyapti Ozarbayjon vakili. Qulflab olgan. Agar qo'lini chiqarib olsa, mountga o'tishga harakat qilmoqda, lekin qarang, oyog'ini uzunligi qo'l kelyapti Abdul Fahadga. Yaqin masofada hozir zarbalar yo'llanyapti. Ikkala jangchi ham harakat qilyapti zarba berishga. Bir qo'lini qulflab olishga harakat qilyapti Roziyev, lekin bermayapti hozircha Abdul Fahad. Mana shunday tarzda kerak. Mana shunday zarbalar kerak. Bahromjon demak, aksivlik so'rayapti referi. Hozir stoykaga qaytaradi agar mana shunday davom etadigan bo'lsa jang. Bosh qismiga ham ko'raylik zarba. Hozir lekin to'g'risi juda stoykaga qaytaradigan holat bo'lmadi menimcha, chunki harakat qilayotgan. Albatta, nega bunday qarorga keldi referi? To'g'risi men tushunmadim. Zarbalar bor edi. Tizza zarbasi, mana bu yerda yana bir harakat takedownga, lekin soniyalar kam. Iloji boricha kuchni tejash kerak bu yo'lga. Kuchni teng taqsimlash lozim.
Va shu pallada birinchi raund o'z poyoniga. Demak, ikkinchi raund boshlanyapti do'stlar. Oson jang bo'layotgani yo'q albatta. Hamyurtimiz uchun hujumga o'tdi. Ehtiyot bo'lish kerak. Sidekick. Yaxshi zarba. Umuman olganda jarohat yetkazuvchi zarbalar hisobida shu topligida menimcha top 3da turadi. Ian Gerri bilan Shavkat Rahmonovni jangini ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shunday zarbalar qiynagandi. Shavkat Rahmonovni aynan mana shunday zarbalar 3 yilga safdan chiqardi. Umuman kamar da'vogarligidan chiqarib yubordi va UFC reytingidan o'chirib yuborildi. Va mana shu aynan sidekick zarbasi haqida gap ketyapti. Qanchalik xavfli ekanligini menimcha sezyapsiz. Bizda esa allaqachon boshqa epizodlar boshlangan. Hozir pozitsiya uchun kurash, Bahromjon ustunlik qilishga harakat qilyapti. Bekmauntga o'tib ketishga harakat qildi, lekin bermayapti. Tan olish kerak, yaxshi himoyalanyapti Abdulfaqat. Endi Bahromjon bermasligi kerak. Ha, albatta. Ularni ushlab olgan hozir. Qo'llarini yechishga harakat qilyapti. So'nggi pallada ushlab qoldi Abdulfaqat. Mana endi to'la to'kis takedown Abdulfaqat hisobga yozilyapti. Bahromjon harakat qilyapti albatta chiqib olishga. Albatta endi tabiiyki Bahromjonda kuch ko'proq ketadi, chunki u ham himoyalanish kerak, ham chiqishni o'ylash kerak. Abdulfaqat esa shunchaki zarbalar berib raqibni nazoratda ushlasa bo'lgan. Mana endi referiga e'tibor qaratamiz do'stlar. Mana shunday vaziyat. Qulflab oldi Roziyev. Turib olishga ham yaqin keldi, lekin o'xshamadi baribir. Mount holatiga o'tib ketmasa bo'lgani. Deyarli oyoqqa turishga yaqin turibdi Bahromjon. Menimcha turib olsa kerak. Albatta oyoqqa turib olish kerak. Biroz harakat qilsa turib keta oladi. Menimcha hozirgi pozitsiya ham o'zi yomon emas endi. Yotgandan ko'ra yaxshiroq pozitsiyaga chiqib bo'ldi. Bo'ldi mana. Endi bir referidan endi rozimiz. Demak, jang stokiga ko'chyapti do'stlar. Oldi qo'l. Roziyev. Yana kurashga o'tyapti Roziyev. Lekin biroz stoykada jang o'tkazgani ma'qulmidi degan fikrdaman. Raqibni o'zi kurashga otilyapti ko'pincha. Shu sababdan menimcha baribir otiladi degan zaylda birinchi men qilib qo'ya qolay shu takedownni dedi Bahromjon. Yaxshi vaziyat. Bir oyoqni tutib olgan. Lekin takedowndan himoyasi yomon emas. Abdulfaqatni ko'rinib turibdi bu. Bermadi hozir Bahromjon. Raqib takedownga harakat qilib ko'rgan. Mana endi tizza zarbasini bersa bo'ladi. Lekin bunday qarorga kelgani yo'q. Berdi. Albatta. Biroz taqiqlangan zarbani berib yubordi-da. Ko'ramiz qanday qaror qabul qilinadi. Agar jarohat jiddiy bo'lmasa, menimcha unchalik jarohat bob zarba bo'lmadi. Adashmasam 2 marta berib yubordi. Yo'q, bir marta, shu noqonuniysi bir marta bo'ldi, qolgani qonuniy. Ko'ramiz, barchasi joyida bo'lsa, jangni davom ettira olishini bildirsa, jang davom etadi. Agar o'sha Pyotr Yan Aljo Sterling jangini yodga olsak,
va raqib og'ir ahvoldaman degan bahonani qilsa balki. Yo'q, menimcha turyapti ozarbayjonlik jangga tayyor. Faqat bizdan ball olib tashlanmasa bo'lgani desam mana. O'sha haligi bir ogohlantirish berilsa ham bo'lardi. Yaxshi, kuchli low kick Roziyev. O'ng qo'l Abdulfaqat. Oldinga boryapti, zarbalar bilan oldinga boryapti. Seriyalarni amalga oshiryapti Abdulfaqat. Uppercut zarbalarini ko'rdik, anchagina xavfli yo'naltirildi, lekin Roziyev ko'ra oldi ushbu zarbani. Oldinga boryapti. Mana ikkilik zarba Roziyev. Bal ochko olib tashlangani biroz ko'ngilni xira qildi, to'g'risi. Zalahtamov PFL jangchisi ekanligini eslatib o'tish joiz albatta. Hozir esa bizda 3-raund start olyapti. Takedownga darhol harakat qilyapti. Bermaslik kerak. Yaxshi, mana bunday tarzda tizza zarbalarini ishga solgan holda oyoqni ishdan chiqarsa bo'ladi. Yaxshi vaziyat, ajoyib Uslubbek Mount, Bahromjon muvaffaqiyatni davom ettirish kerak. Bitta oyog'ini o'tkazib oldi. Mana endi ikkinchisi bo'g'ish uslubiga o'tib ketadimi? Hozircha bermayapti Abdulfaqat. Qo'llarini ushlab olgan ikkala qo'lni ham va raqibni o'tgan safargidek og'darib yubormoqchi. Bermaslik kerak mana shu vaziyatda. O'tgan safar Bahromjon qolib ketgandi raqibni tagida. Shu safar o'tkazib olmaslik kerak. Yaxshi. Har holda vaziyatni boy bermadi. Mana endi bo'g'ish uslubiga o'tib ketyapti. Yo'q, biroz qiyin. Bu holatda biroz qiyin. O'sha raqib ham bildi, qanday uslubga o'tayotganini va albatta qarshi uslub ishlayapti. Tura olyapti Abdulfaqat. Tura olyapti. Anchagina jismoniy tayyorgarligi yaxshi ekanligi ko'zga tashlanyapti. Ammo mana shu raundning boshi bizga menimcha yaxshi boshlandi. Hech shubhasiz. 1,5 daqiqa. Yaxshi, mana shunday zarbalar kerak. Davom ettirish kerak. Roziyev. Hali bor. Hali 3 daqiqa bor. Bahromjon kuchni teng taqsimlash kerak albatta. Oyog'ini chiqarib olish kerak-da, Shohruh shu yerda chiqarib oldi ham. Mana shu vaziyatdan chiqib ketish kerak o'zi. Umuman iloji bo'lsa ajoyib tarzda vaziyatni o'z tomoniga og'dira olyapti. Charchadi Abdulfaqat ham. Hozircha zarbalar bersa bo'ladi. Yaxshi, mana shunday zarbalar. Ham Merfislar ham kerak. Mana shunday zarbalar. Demak, Abdulfaqat referiga qarab qo'ydi, noqonuniy zarba beryapti degandek qildi, lekin yo'q, hozircha referi hammasi joyida dedi. Mana endi nazoratni boy bermaslik kerak. Mana shunday zarbalar ketma-ketligini davom ettirish kerak, nazoratni ushlab turish kerak. O'sha Xotanbek Boynazarov hamda Tahir Abdullayev jangini ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shunday tarzda g'alabaga erishgan edi. Shunchaki nazorat qilib, shunchaki zarbalar yo'llab, juda ham qiyin jangda chempionlik kamarini o'ziniki qilib olgan edi Boynazarov. Mana shunday vaziyatda hozir. Yaxshi himoyalanish pasaydi Abdulfaqatda. Nazoratni yaxshi amalga oshiryapti. Mana shunday bermaslik kerak. Yana orqasiga o'tib olish kerak. Bo'ldi. Ortiqcha harakat kerak emas. Muhimi qonun qoida buzilmasa bo'lgani. Mana shu bal olib tashlanmasligi muhim. Chunki bu raund 100% yutyapti Bahromjon va agar hakamlar qarorigacha boradigan bo'lsa, aniq hakamlar qarori bizning foydamizda bo'ladi. Yo'q, Bekmountga o'tmasdan shunday nazoratni amalga oshiraverish kerak. 1,5 daqiqa vaqt qoldi. Yaxshi, Bahromjon.
Raqib ham o'zi anchagina motivatsiyasi menimcha o'chib qoldi. Chunki harakat biroz pasayyapti. Shu qarshi Endi hujumga bo'lgan. anchagina kuch yo'qotdi-da baribir Shohruh. Kuch endi ikkala jangchi ham yo'qotdi, faqat ulardan biri g'alabaga harakat qilyapti va bu Bahromjon ekanligi bizni quvontiradi albatta. Ha, so'nggi daqiqa o'tib boryapti do'stlar. Kardio birinchi planga chiqadigan vaziyatlar do'stlar. Demak, 25 soniya do'stlar. Ajoyib raund. Bahromjon Ro'ziyev g'alabaga yaqinmiz do'stlar. G'alabaga yaqinmiz. Bahromjon Ro'ziyev so'nggi 10 soniya. Hamon faol, hamon zarbalar yo'llashda davom etyapti hamyurtimiz. Albatta aktivlik bilan yakunlab qo'yish kerak va menimcha jang o'z poyoniga yetdi do'stlar. Demak hayajonli daqiqalar do'stlar. В этом поединке, по мнению судей, объявляется боевая ничья. Джангор Дура. Do'stlar. yuqorida aytilganidek, demak, 8 degan raqamni shu bekor yozishgan ekanda. 9 qo'yilganda Bahromjon yutgan bo'lardi, lekin 8 aynan bizga durang olib keldi. O'sha